Matiz minadiganlarda eng asosiy muammosini aytaymi nimadaligini? Muammo nimada desalaring, muammo stupitsa pachimligida. Mana pachimlikni ochamizda, ichidan aboyma chiqadi. Mana shu aboymasini qo'ymanglar. Manaqa koreyskiy отдельно bozorda sotiladigandan qo'yinglar, sababi ikkovining razmeri 2 xil. Mana bunga ham koreyskisidan qo'yapmiz. Granatani tortganda akalar pachimlikni qisib qoladi, agar o'zini pachimlikni ichida chiqqanidan qo'ysalaring. Shuning uchun biz har doim koreyskisidan qo'yib yoramiz. Xudo xolasa uzoq muddat yurish berishiga mana shu narsa xizmat qiladi. Agar o'zini ichidan chiqqanda qo'yadigan bo'lsalaring, presda qoqqanda yoki pachimlik granatani tortganda pachimlik qisilib qolib, bir hafta yoki bir oy ham yurmasdan olib kelishyapti akalar. Bu ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana ikkala pachimligi ham chiroyli qilib qaytadan qoqib beryapmiz akalar. Bu videoni matizchilarga jo'natinglar, ogoh bo'lishsin.